yuragi voy chechak, bog'da ochilgan chechak, kulib turgan kelajak. Farzandlaringizga qanaqa tilaklaringiz bor? Shuni bilmoqchiman. Marhamat. Agar bu jonlarimizga olinsa, navbatini bersak, marhamat, bu jonlarga. Yorug', chiroyli, o'zimiz o'qigan, katta bo'lgan, maktabimizga yig'ilgan aziz ota-onalar, aziz ustozlar, bolajonlarimiz, mana hamma ustozlarga rahmat. Hamma katta, kichik opalarga ham rahmat. Chunki yo'lda ham olib ketishyapti. Ustozlarga eng katta rahmat. Mana shu baxtiyor bolachalarimizni baxtiyor yuzlarini ko'rib turibmiz. Bugun bular qancha tayyorgarlik ko'rishdi. Mana masalan meni qizim kechasi uxlagan yo'q. Shu ertaga tadbirimiz bo'ladi. Bu jumladan o'qituvchilarimiz ham shunaqa qiyinchilikda bo'lgan bo'lsa kerak. Mana shu menga berilgan qisqa fursatdan foydalanib, mana shu ustozlarga, Sofiya sizga ham, hammalaringizga uzoq umr, ishlaringda rivoj, mana shu mustahkam oila yilida hammamiz baxtiyor bo'laylik. Mana shu farzandlarimiz ham hech ham g'am ko'rishmasin. Katta yigit, katta qizlar bo'lib, nima niyat qilgan bo'lsa, hammasiga erishaylik. Bular ham katta yigit, katta qiz bo'lib, chiroyli bo'lib, hamma havas qiladigan barkamol avlod bo'lib yetishsin. Rahmat. Yana mana hozir farzandlaringiz ham meni ayam gapirdi, meni buvim gapirishdi deb xursand bo'lishadi. Qani marhamat. Tilaklaringiz bo'lsa, dadalarimizdan ogoh-dadalar bilasizmi? Qani marhamat. Assalomu alaykum. Hamma mana shu tavsiq bolalarni ma'qulab, turadi. Shunaqa nimalarni bayramlarni hamma kattalarga, o'quvchilarga, hammasiga minnatli rahmat. Allohdan olsun Allohimiz bilan olsun ketgan yerlarni yetimlar. Bolalarni shunchalik o'qitib, voyaga yetkazib, o'qib qizlarni katta o'qishlarga ham bolaga yetkazaveraman Xudoyim. Maqsadlarni yetimlar. Xudoya xudovallar. Hamma bolalarimiz o'zlarini so'zlaringiz bo'lib toshilyapti. Mana mikrofon ushlagan ozgina xijolat chektiribsiz. Qani? Kim sizga chiqadi? Assalomu alaykum aziz ustozlar, jajji bolajonlar, hurmatli ota-onalar. Meni qizim mana shu maktabga 2 yoshda 6 yosh bo'lib keldi. Hamma o'rtoqlardan deyarli 1 yoshga kichkina. Meni bu qizimni sinfga partaga o'tkazib, jajji qo'llariga ruchka tutqazgan mashhur ustozlari Hajalaton Turdiyevaga o'zim nomidan, qolaversa oilamizdagi jamiki buvalari, o'rtoqlari, dadalar nomidan kattakon rahmat aytaman. Ustozimiz ishlariga ulkan zafarlar tilayman. Hamisha ishlar omadli bo'lsin. Mana shunaqangi boshlang'ich ta'limdagi 4-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarni bundagidek ham yanada ko'p chiqarishiga tilakdoshman. Ishlarida zafarlar, maktabga esa muvaffaqiyatlar tilayman. Rahmat. Xuddi mana shu yanchidagi ishlarni barchangizni qalbingizdagi gaplar, qalbingizdagi
Ma'muraxon develariga, ana shu o'rtoqlarimiz, Ma'muraxon o'rtoqlari bilan birgalikda katta rahmat deymizmi? Rahmat. Mana shu qilingan ehsonga, qilingan sovg'alarning savobi ming karra yuqori bilan, ya'ni ming karra ko'pligi bilan ana shu xonadonga rahmatini yog'dirsin va mana shu xonadonga baraka keltirsin. Mana ustozlarimiz uchun ham eng yaxshi ish daftarlari. Marhamat ustozlar. Mana aziz ota-onalarimiz bugungi mana shu o'quvchilarimizni 5 oylik o'rgangan narsalarni bir sinovi, bugun bir natijasini ko'rdingiz. Kechagina biz shanba kuni narigi sinfimiz, parallel sinfimizdagi Alifa bayramini kuzatgan edik. Men aslida o'zimizni gap hammani gapi deyiladi, lekin shunaqa bo'lsa ham men o'zimizni gapi deb aytaman. Bolalarimizni ozgina taqqoslashyapti. Mana shu kundan aytdim-ku, raqobat shakllana boshlaydi. Ozgina narigi sinfimizda hali bolalarimiz 5 oy ichida onalarimiz sizlarni aytyapman. Ozgina o'yin qaramlikdan chiqib ketishmoqda. Kechagi tadbirimizdan bugungi tadbirimizda ozgina farq bor. Shuning uchun men sizlardan iltimos qilardimki, mana shunga sizlar yordam berasizlar. Maylimi? Endi mana ko'rib turibsiz. O'quvchilarimiz ozgina diqqat qo'yinglar, o'yin qaramlikdan chiqib ketib qolishmoqda hali. Bunda demak bugun ham boshlab demak, nafaqat o'quvchilarimiz o'rtasida xohlardim, ota-onalar o'rtasida ham sog'lom raqobat boshlansa deb. Va yanagi yili, kelgusi yili mana bugun 13-sana bo'ladigan bo'lsa, 13-sanada sinf rahbarlari mukoyafat ketdamisiz? Ikkala sinf, birinchi A sinf va birinchi B sinf o'rtasida shunaqangi chiroyli tadbir o'tkazasizlar. Ana shu tadbir ikkala sinf o'rtasidagi ham raqobatni kuchaytirishga, ham bir-biriga tenglashib olishga nima deydi, bir tadbir bo'ladi va bunda albatta bu sinfim narigi sinfdan, muhoyavan sinfdan o'zib ketadi degan umidda. Har tomondan dastur katta. Mana shu 5 oylik, 6 oylik bolani qanaqa qiyinchilik, xuddi shunaqa holatda turishibdi. Lekin ana shu o'zlariga qo'yilgan zimmalarga yuklatilgan vazifani o'quvchilarimiz a'lo darajada bajarishdi. Va hammamiz nomimizda, aziz otalar, sizlar nomingizda va ustozlarning nomidan ana shu bolajonlarimga faqat yaxshilik tilaymiz. Hali yangi yil ostonasida turibmiz. Yangi yil eng yaxshi yil bo'lsin. Va mana shu zafarlar quchiladigan, imkoniyatlar ushaladigan yil bo'lib qolsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Farzandingiz faqat sog' bo'lsin. Eng qimmatbaho sog'lik, qimmatbaho narsa bu sog'lik. Ana shu sog'lik tilayman farzandlarim. Rahmat. Shuning bilan birinchi B sinf o'quvchilari tayyorlab qo'ygan bayram dasturi o'z nihoyasiga yetdi.
Kog'na qadim asal yurtim bor. Taraflari go'zal yurtim bor. Bog'lar ham jannat